Hikvision qurilmasiga xodim qo'shish. Qurilmaga xodim qo'shish uchun birinchi biz qurilmaga kirishimiz kerak. Ekranga bosib turamiz, o'ng tomonga sursak, bizga parol terish oynasi ochiladi. Parolni terib kirdik. Endi xodim qo'shamiz. Odamchani belgisiga bosadigan bo'lsak, plus knopka bor tomonda qo'shamiz. Oldingi videomizda xodimning ID'si 30 edi. 30 raqamini yozamiz. Xodim raqamini 30 kiritdik. Endi ismini yozamiz. Sanjar. OK tugmasini bosamiz. Mana face degan joyi yuzni kiritamiz shu joydan. Yumaloq ichiga. Yuzni qo'shdik. Saqlandi. Yuz qo'shildi. Saqlash tugmasini bosamiz. Endi Sanjar degan xodimni yuziga olib boradigan bo'lsak, keldi qilib belgilaymiz. Mana Sanjarbek keldi. Endi saytimizga o'tadigan bo'lsak, buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.